Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan bolalarni sog'ligini asosiy ustuni bo'lgan parvarish haqida gaplashamiz. Bolalar bu dunyoga kelishi bilan birinchi nafas olishi bilan adaptatsiya, moslashish kerak bo'ladi. Moslashuv jarayoni tashqaridagi, atrof muhitdagi havoga, issiq sovuqligiga, og'iz orqali ovqatlanishga, atrofni ko'z orqali o'rganishga, atrofdagi mikroflora bilan tanishishga qaratilgan bo'ladi. Bunda bizni pediatr va ota-onalarning vazifamiz shu jarayonlarga fiziologik, tabiiy moslashuvga yordam berish. Fiziologik, tabiiy moslashish uchun biz bolalarni parvarish qilishni o'rganishimiz kerak. Parvarishning asosiy tamoyillari bu atrof muhitni, havosini, tozaligini, namligini, issiq va sovuqligini nazorat qilish. Bolani to'g'ri va vaqtida yuvuntirish. Bola va ona ovqatlanishiga e'tibor berish. Bolaga to'g'ri kiyim tanlash. Yosh ota-onalar birinchi farzandlari bo'lsa, tajribalari kamligi sababli parvarishni bilmasliklari mumkin. Shuning uchun bu vaqtda ularga yordamga yaqinlari, qarindoshlari tajribasi kerak bo'ladi. Bola tug'ruqxonadan kelishi bilan albatta yaqinlari, qarindoshlari ko'rgani kelishadi. Kelganlarga bolani uzoqdan ko'rsatishni tavsiya qilamiz. Nima uchun degan savolga. Birinchidan, immuniteti hali shakllanmagan bolachaga infeksiya yuqtirmaslik uchun. Ikkinchidan, chaqaloqni shovqin qilib qo'rqitib yubormasliklari uchun. Uchinchidan, ota-onalari tinmasdan mehmon kuzatib, farzandiga vaqt bo'lmay qolishmasligi uchun. Bolani parvarishi uchun birinchi bo'lib xonani tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Xonani nam tozalov va havosini shamollatish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, bolani cho'miltirish uchun joy va kerakli bo'lgan anjomlar tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bularga tog'oracha, yumshoq katta sochiq, margansovka, sovun, suv haroratini o'lchash uchun termometr kerak bo'ladi. Bola uchun kerak bo'lgan kiyimlarni va buyumlarni tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Pamperslar, plyonkalar, gigiyenik salfetkalar, bosh kiyim, ikkita adyol, bitta yupqa, bitta qalin. Kravatga 3 ta plyonka kerak bo'ladi. Kravatga, yurgaklash uchun stolga va kolyaskaga. Yurgaklash uchun stol, bolalar uchun aptechka, dori quti bo'lishi kerak. Bunda vazelin, steril paxta, steril malla, gradusnik bo'lishi kerak. Bola bilan o'zingiz qolganingizda bolani tezda nazorat qilib turing. Yechintiring, terisini nazorat qiling. Gigiyenik muolajalar o'tkazib turing. Yengil yuving yoki namlat salfetkalar bilan arting va terisini quruq bo'lguncha sochiq bilan shindiring. Havoga qarab bolani kiyintiring. Kiyimi paxta matodan bo'lgani ma'qul hisoblanadi. E'tiborli bo'ling. Chaqaloqni kindigi hali bitmaganligi sababli usti ochiq turishi kerak bo'ladi. Bolaga taglik kiydirganda kindigi yopilib qolmasligi uchun buklab qo'ying. Bolani ovqatlanish vaqti keldi. Agarda ona sutida muammo bo'lmasa, emizish bilan muammo paydo bo'lmaydi. Emizishda bolaga ko'krakni, so'rg'ishni atrofidagi areolasi bilan birgalikda bering. Shunda bolani yuqori jag'i harakatlanadi va bola yetarli sutni so'rib oladi. Sun'iy ovqatlanishda bolani faqat lablari harakatlanadi. Shuning uchun bola dangasa bo'lib qoladi va aralash ovqatlanishda sun'iy sutga o'tib ketib qoladi. Bola tug'ilishi bilan ko'krakni berish kerak. Bolani boshida 2 kun davomida ko'krakdan o'g'iz suti hosil bo'ladi. Bu sut miqdori kamligiga qaramay, to'yimli, oqsil va vitaminlarga boyligi sababli ehtiyojini qoplaydi. Emizishdan oldin albatta ko'krakni iliq suv bilan yuving. Bolani emizishga 20 daqiqa vaqt yetadi. Agarda bola ko'krakni bir tomonni emgandan keyin injiqlansa, to'ymasa, ikkinchi ko'krakni berish kerak bo'ladi. Emizishdan keyin bolani tik holatda o'zingizga qaratib, boshini ushlab, bu holatda bola yutgan havoni kekirib oladi va bolani qorin dam bo'lishini oldini olgan bo'lasiz. Bolani qorni to'ysa, darhol uxlab qoladi. E'tibor bering, bolani xohishiga ko'ra emiziladi. Agar sun'iy ovqatlanishda bo'lsa, 3 soatdan tez ovqatlantirmang. Gipogalaktiya, onada sut kamaysa, nima qilish kerak? Birinchisi, bolani tinch joyda xotirjam tez-tez emizing. Ikkinchisi, yaxshi vitamin, oqsil va minerallarga boy ovqat iste'mol qiling. Uchinchisi, yetarli miqdorda suyuqlik iching. To'rtinchisi, shirinliklar, yarim tayyor mahsulotlar va sun'iy mahsulotlarni iste'molni cheklang. Bolani uxlatish uchun kravatiga, kolyaskasiga matras, plyonka, taglik soling. Bolani boshining tagiga yostiq qo'ymang. 4 qavat qilib taglikni taxlang. Agarda xona harorati 24 gradusdan past bo'lmasa, ustiga yupqa taglikni tashlab qo'ying. Adyol shart emas. Chaqaloqni tug'ruqxonadan kelishi bilan cho'miltirish kerak bo'ladi. Yuvintirish uchun birinchisi yetarli miqdorda suv qaynating. Suvni qaynatish bolani kindigi tushguncha kerak bo'ladi. Ikkinchisi, suv haroratini 37 gradusgacha soviting. Uchinchisi, tog'orachani sovun bilan yuving. To'rtinchisi, margansovka ozgina idishda tayyorlang va yuvinadigan suvga ozgina qo'shing. Nim pushti rangda bo'lishi kerak. Beshinchisi, bola ustidan suv quyish uchun cho'mich tayyorlab qo'ying. Bolani yuvintirishga 2 kishi kerak bo'ladi. Bir kishi ushlab turadi, ikkinchisi yuvintiradi. Cho'miltirganda suv bolani og'ziga, ko'ziga va qulog'iga kirmasligi kerak. Bolani tog'orachaga taglik bilan o'ralgan holatda suvga soling. Qo'rqib ketmasligi uchun. Boshi suvdan chiqib tursin. Bola suvga o'rgangandan keyin taglikni olib tashlang va yuvintirishni boshlang. Bolani asta-sekin
qo'lini, oyog'ini, tanasini va boshini sovuling. Bola ustidan cho'mich bilan suv quyib, sovuq qoldiqlarni yuving. Yuvintirib bo'lib, issiq sovuqchiqqa o'rang va yo'rgaklang. E'tibor bering, bola har kuni cho'milishi kerak. Birinchi cho'miltirish 5-10 daqiqa. Keyin asta-sekin ko'paytirib borish mumkin. Bolaga sovun bir haftada bir marta qo'llash mumkin. Terisini quruqlashtirmaslik uchun. Agarda bolada issiqlik, toshmalar paydo bo'lsa, chirida bilan yuvintiring. Cho'miltirgandan keyin kindigini 3% vodorod peroksidi bilan va zelyonkka bilan обработка qiling. Teri burmalariga yumshatuvchi kremlar surting. Kiyintiring, yo'rgaklang, ovqatlantiring va uxlating. Bola ertalab uyg'onishi bilan bolani yuzini namlangan paxta shariklari bilan yuvib tozalang. Ko'zlarini arting. Har bir ko'z alohida tashqaridan ichkariga qilib artiladi. Burnini bodom yog'i shimdirilgan paxta kaltakchalar bilan tozalang. Yana bir bor kindikni обработка qiling. Bola tug'ruqxonadan chiqqandan so'ng ertasidan toza havoga olib chiqib sayr qildiring. 15 minut. Asta-sekin ko'paytiring. Qishda havo 0 gradusdan -5 gacha bo'lsa, bemalol sayrga olib chiqishingiz mumkin. Yozda esa sayr qilish soat 11 gacha yoki 16 dan keyin bo'lishi kerak. Endi ozgina pamperslar haqida gaplashamiz. Albatta, pamperslar oxirgi vaqtlarda bolalarni parvarishda katta ahamiyatga ega. Lekin biz pampers ishlatishda bir necha qoidalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, pampersni doim taqish mumkin emas. Ikkinchisi, bir oygacha bolani kunduzgi uyqu davrida pampers taqmang. Uchinchisi, kindikni pampers bilan berkitib qo'ymang. To'rtinchisi, pampersni bir oylikdan keyin faqat bola uxlaganda ishlating. Va beshinchisi, bolani vaqti bilan kiyimsiz havoli vanna qilib turing. Rahmat.